Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. O'zbekiston fuqarolariga davlat tomonidan 1.712.000 so'm miqdorida beminnat pul beriladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llab-quvvatlasin. Diqqat qiling. 1 apreldan boshlab O'zbekiston fuqarosining kelib chiqishi, millati, yoshidan qat'iy nazar vafot etgan taqdirida marhumning yaqinlariga davlat tomonidan dafn puli beriladi. Buning uchun marhumning oila a'zolari marhum vafot etgan sanadan boshlab 60 kun ichida mahalla komiteti tomonidan fuqaro vafot etganligi haqidagi guvohnoma bilan tegishli tashkilotlarga murojaat qilishi kerak. Dafn puli hozirgi kunda pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining 4 barobari, ya'ni 1.712.000 so'mni tashkil qiladi, deyiladi xabarda.